Olib o'tiraylik. Ha, sen ham bilasan, qatga olib kelishdi. Ha, bu Trabzon rosa zo'r joy, rosa ko'p kelaman, ishonasizmi? Aksiyanka. Krokodil anormi men bu? Hozir seni boplayman. O'shanda rosa yalib ketadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Men yangisini topolmayman. Hozir yana sizmi? Nima deysiz? Nima zakaz qilamiz? Nima yaxshi ovqatlaringiz bor? Bizda turk oshxona taomlaridan tashqari milliy taomlar ham bor, lekin milliy taomlardan men sizga shashlik tavsiya qilaman. Yolg'onchini jigaridan bo'lgan shashlikni yeb ko'rsangiz mazza qilasiz. Rosa zo'r mazasi. O'shani aytaylik. Qani qilib qo'ying. Unda bizga bitta Iskandar, shashlik, bitta mastava olib kela qoling. Mastava ichimiz zahar ich. Hozir men senga mastavani yorib beraman. Mana ikkita mastavam tayyormi? Jarmlar bilan chistokka berib yuboringlar. Hozir men seni boplayman. Hozir men senga shunaqa zahar mastava qilib beraman. Ertaga ertalab kerakli joylarda meni eslaysan. Zo'r. Sen hali desert aytganmiding? Hozir men senga desert ham qilib beraman. Bir qaysi biri edi? Menimcha mana bunisi achchig'i. Hozir boplayman. Mana bu sizga maxsus mastava maza qilib ichasiz. Yoqimli ishlaqa sizga ham. Rahmat. Hozir qolgan narsani olib beraman. Oling. Mana bu shashligingiz, mana bu maxsus jigar shashlik yoki yolg'onchini jigaridan bo'lgan shashlikda. Oling. Mana bu maxsus sani, voy uzr, sizni Iskandaringiz yoqimli ishda. Iskandar amisiz, a? Oling. Voy, Anorani achchiqqa allergiyasi bor-ku. Voy, uli, adashtirib qo'ydim, menimcha bolaga achchig'ini berib yubordim. Bu mastava zo'r ekan, ham achchiqqina chiqibdi. Voy, achchiq ekanmi sizniki? Zo'r ekan. Kakraz achchiq yaxshi ko'ramiz. Oling. Voy. Shashlik ham zo'r ekan. Iskandar ham zo'r ekan. Chunki borganda qo'lim so'raganingiz Iskandar edi. Bo'ldi. Qarang, to'yimiz mashtabda Yoqdim ovqatlarimiz hammasi yaxshimi? Rahmat. Mana sizlarga kompliment, bizning zavideniyada. Aytdim, sinasida. Aksiyani qo'shilasizmi? Oling, hayotim, oling. Xo'jayin uzr, assalomu alaykum. Uzr kech qoldim. Aynan. Kichkisi yo'q, ishingiz bitgan bo'lsa bo'ldi. Sizlarga yoqimli ishtaha. Aziz aka,